Muzlatgich ustidagi maydonni uzoq muddat saqlanadigan mahsulotlar uchun ishlatamiz. Yonida choy, qahva va boshqa mahsulotlarga qo'lga yaqin bo'lishi uchun qulay suriladigan bo'lim qo'yamiz. Burchakda mikrovolnovka qulay balandlikda va stol ustidagi ish joyini egallamasligi uchun choynak va kofe-marka uchun joy ajratamiz. Ularning tagida tozalash vositalari solingan burchakka yashik qo'yamiz. Yuqoridagi shkaflarni bo'lib qo'yamiz. Pastda ziravorlar uchun javon qo'yamiz. Shunday qilib, ular har doim qo'l ostida bo'ladi. Uning tepasida esa qulay harakatlanuvchi mexanizmli javon qo'yamiz. O'ng tomonida esa sous va ziravorlar uchun suriladigan polka. Gaz plitani tagida idish-tovoqlar uchun tortmalar qo'yamiz. Agar postomovka bo'lsa-yu, rakovina ham yaqin bo'ladi endi. Har santimetr ochiladi, ishlatiladigan va mayda cho'tasigacha o'ylangan oshxona bo'ladi endi. Dizaynda esa oshxonani mehmonxonadan ajratib turadigan va uni yorug'lik bilan to'ldiradigan zamonaviy akfa suriladigan eshiklari bilan yakunlash mumkin. Bu 2026-yil uchun zamonaviy yechimdir. Agar sizlarga sifatli eshik romli kerak bo'ladigan bo'lsa, Velvingga murojaat qilaverasizlar. Kommentariyada plus qoldirsanglar, uylarga borib bepulga diagnostika qilib beramiz.